Assalomu alaykum, Yasavul begi. Bu so'zlarni anglashni to'liq sekingandim Qazqalan hazratlari. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Oxiriyan o'z o'rningizni topdingiz, Yasavul begi. İnşallah bu o'rnimda Asran va Ashman ikki qashqunni tutib, yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq bo'laman. Texich yangi bir ipuchi yo'qmi? Shaharning hamma bulung pushqoqlarini aqtirdim. Kirmagan birmi uy, birmi makon qolmadi. Shahar sirti qochib ketgan bo'lishi mumkin. Bu ehtimollikni ko'zi tutib, barliq kirish chiqish eg'izlari va tog' yo'llariga odam o'rlashtirdim. Shahar sirti qochib bo'lamadi deb o'ylamsiz? Chashqandek bir to'shikka kirib yetib oldim ekan. Ochliqdan o'lay degan chaqda oxirgi qo'lim tushdi. Ishonchim komil. Bu yerda o'ltiraverib chidimidim. Chiqib havo yeb kiraymikin. Sarang bo'lib qoldingmi? Ko'p kunduz chiqsang bo'lmaydi, ahmoq. Bu tog'ni kim ko'rib qoladi bizni? Bir yo'lovchi yoki podchini ko'rib qolmaydi, degil bo'lmaydi. Zindonga kirgan bag'ishmamdi, Ashman. Zindon bilan bu o'nkirning nima farqi, Vazir Asron? Qazim aqlsiz nima ekansa. Zindonda mushundoq oltin kumushlar bormi? Deb baqina qani. Bu yerda bo'lganning nima foydasi? Yo xashligil bo'lmasa, yo kishilar ko'z-ko'z qilib bo'lmasa. Yana azroqchida Ashman. Kishilar bizni unutib qolganda, ondan boshqa qochib ketamiz. Behuzur yashaymiz. Qo'rsqum ichiyotdi. Yigidek bir narsa bormi? Oldindagi xaltada xormi bor. Ammo ko'p yemamma. Bir necha hafta yetkazmasak bo'lmaydi, Ashman. Nima ko'gilik bu? Qo'limdagi bu to'tal xoma oltindimi qimmatli bo'lib ketdi-ku. Lashkar va xizmatchilarning maoshlarini beradigan vaqt yiqilishib qoldi. Qanday qilsak bo'la? Bu qiyinchilik o'tib ketgicha ularni bizdek bir necha kun sabr qilib tursin ata. Ularning oilalari ko'p, saqlab bo'lmaydi o shahzodam. Balalar, yashanganlar va og'riqsizliklarning hech qanday gunohi yo'q. Bu qiyinchiliklar hammamizning beshiga kelgan tursa. Sizlarning bir takliflari bormikin Qazqalan? Meningcha, asoyishli yillarda so'zsi yurishgan bir qism cho'ng boylarni davlat xazinasiga yordam qilishga chaqirsak, qanday deylikin? Ubdan taklif bo'ldi. Shunda qilayli. Ola Shatut, hech qanday darding yo'q ishdasin. Shatut, dard alam. Shatut, dard alam. O'tinib qalay, sizlar bo'lsanglar bundaq gap qilmanglar. Biz gap qilmasak, qiyinchiliklar o'zligidan hal bo'lib ketadigan o'xshamamdi, Vadida Ag'cha. Ishning yaxshi tarafini o'ylamamsiz, Zarzor. Siz mendek bir xizmatkorning maoshini ololmagandikan, dardni his qilolmaysiz. Nima ish qilib qilamoqdayman? Menmi bir xizmatkorgu? Siz degan xalifaning qasrida xizmat qilasiz. Hech nimangiz kam emas. Hasad qilyapamsiz, Zarzor? Hasad, Zarzor! Safa ko'rinmaydi-ku. Bayatı xememlen bileti. Ne ketkendi o? Sırtda oynayotgandikan bu. Oynamadım. Mana keldim. Qayerdediniz? Subuzundan sanduqimni ip keldim. Bovunuzga sanduqlarınızdaki üzüklerini kösetmekçimi kızım? Bularni Qazqalan buvang berman. Fikir miskinlarga tamoq qilib taqib bersin. Hammasini mi? Ha, hammasini. Kishilar yeydigan narsa topolmay qolayotganda men bularni nima qilaman? Allah bereket versin qozam. Meni xijil qilyaptiniz Safa. Nemishqa men burunroq shunday qilmagandim-a? Elimi kechikmaysiz Salma. Yaxshilik yo'llari tugab qolmaydi. Menmi saqlab qo'yganlarimni otibday. Men sizlardan faxrlanaman, qo'zlarim. Bu ishni men boshladim. To'g'ri qilibsiz. Sizga mukofotning cho'ngini beray. Amsa toz, oq kesal va amalona hikoyasi aytib bersizlar. Uchaylardan har biri Alloh taolo ato qilgan ne'matni olib o'z ishlari bilan bo'lib ketdi. Farishtaning "Mening barakatli bo'lsin" degan duosi ijobat bo'ldi. Azrati hech ko'rinmaydi-ku. Men bek hisob ketdim. Kechiringlar xonimlar. Kalam tuqqan edi.
Muzeyni imtiman deb kechikib qoldim. Sat bo'ldi, ha? Allah berketlik qilsin. Qapqar için qarangla. Ah, shamalda larzan yelpinyotidi. Ah, Nima degan kelishgan yigit, ha? Menla qaravatqanimizni sezib qolmasin yana. koshki sezib olsiz-chu. Yuringlar, mexaning yiniga boraylik. To'g'risi, kalistidan yaxshi emasmi? O'zing bag'in. Sizlarga eng esil attirdan tanshab keldim Mixa hocam. Ep qo'yamdilar. Eng nochisidan. Bu saxta attirlaring teramni buzaytamdikin deyman. Hergiz undaq bo'lmaydi o bigim. Bu har xil gulchechaklardan ayrilgan xushbo'y attir. Sap attir. Lozim emas. Mendan hadiya bo'lsin. Hadiyami? Nemishqa? Xaqla Mixa bigimning mening attirimni ishlatganini bilganda bu attirni talishib setib oladi emasmi? Ha, amsa har quti ustiga 10 tanga qo'shib bergin. Sen chiqanda Bekaliq attir berib, yana 10 tanga qo'shib beramdim. sening attiringni ishlatganimni xaqlab bilgandan keyin texmi ko'p foyda ola olaysan emasmi? Qandoq deding? Bo'ladi. Shundoq kelishdi oqamsa. Qizlari ifratni amrimga olmoqchi bo'lganimdan intayin xush bo'laman. Biz qo'l ilkimizda yo'qsil kishilar. Sizlar bo'lsalar nurg'un qo'y podig'i ega boy odam. Haqiqiy boy yagona Allohdir tag'a. Bu ishni yanala qizimning o'zidan bir so'ray. Sizlar nima desizlar shu ota? Alloh barkat ato qilsin. Shaytonning ziyonkashligidan saqlasin. Oxiri güzel yüzünüzni ko'rdim. Pat yaqinda xotin bo'lamiz ifrat. Qani men ayting, kalustni eliq savdogarga rostilla 1000 tanga sotamsiz? Hergiz satmayman. Bu o'tloqdagi kundalik 10 ming tanga deb berayotgan bu kallaning sutini o savdogar qo'lga keltirib olmoqchikan. Uning yerida 10 ming tanga yo'q tursa, qanday qilsiz? Yanala boshqa savdogarlarni izlab boqaymiki, saroyni qaytsammisam bo'lmaydi. Bu saroyning nemiz bo'lmaydi ekan Azra. Aziz mehmonlarim, bu saroyga sig'may qilyotidi. To'gilarning sonini ep bo'ldingizmi Alyora? Shuncha ola to'gining sonini bir kunda qanday elib o'g'lildi? Undaqda atqa minib aynib yurib sanam. Shundan qilib baxtim. At ustida o'tiraverib, herib ketayotganman. O'tloqning o tarafiga berib ololmadim. Bu go'harni ko'ryotamsiz Alyora. Nima degan go'zal. Ha, 3-chi balamiz bo'lganligini tabriklab sizga oldim. Har qatim shundoq qildi ekansiz. Qanchaga sotib oldingiz? Arzon, oralli 50 ming tanga. Rostla arzonka. Dengizga cho'migili bormamsiz? Dengiz suyi nozik teramga ziyon qiladi ekan. Xizmatkorlarni buyurdim. Suv uzish ko'lchik tayyorlab, gul suyi to'shqizmoqchi. İfrat, ne çıkartım dedim. O'zingizni charchatib olmang deb. Ish qilib tursam, charchash his qilmayotganman. Padla qaraydigan ishlarni men qilib bo'la olmayman. Siz berib, aram eling. Bo'linga. Bo'pti. Diqqat qilsizlar. Men berib, kechlik tamoqqa tutish qilay bo'lamdi. Üç kişi bay-bayashat ichida yashayotganda farishta ularni sinamoqchi bo'ldi. Namrat bir oq kasalning suratida keldi. To'xtab tur. Meni kevyapman. Cho'p-cho'ng qasrda eshikning keyinini saqlab turg'ili bo'lmaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Va alaykum assalom. Nima ishing bor? Safarimda rizqimning yo'llarini tepishdan amalsiz qoldim. Bugun ishimning hal bo'lishi Allohdan qolsa, sanga bog'liq. Jiq yaqinma ayta, nima lozim? Rangingni, terangni chiroyli qilgan, sana mal bergan Allohning haqqi uchun sendan bir to'yga so'rayman, bir to'yga. Mendan bir to'y talab qilyapsan? Oljib qoldingmi? Yo'qol. Men seni to'niganda qilaman bu. Sen gaday meni qandoq to'naysan? Sen kishilar yirgin degan ah kesal emasmiding? Allah sana mal berdi bu. To'li jo'ylima. Bu mallar menga cho'ng o'tgan ota bo'g'larimdan miras qolgan. Yolg'on aytgan bo'lsang, Allah seni ilgirkidek qilib qo'ysin. Ilgirkidek. Qasrim qani? Qotandagi to'ygilarim nerede? Sen tozan bu yerda nima ishi bor? Sen nim demoqchi? Meni tonimayapsan? Men bu yurtning eng cho'ng bir meha. Menmo sendek baytim. Bir qo'tan kalalarim bordi. Ko'zni yumib ochiqcha hammasi yo'q bo'ldi. Sen Ezra emasmi? Chechan qani? Bir toz kelib, mendan sadiq so'rgan. Bermabdiman. Hey, menga bir oq kesal kelgan. Hey. Mana bu ishimizning ilgirki biz unutib qolgan va yurgindigan qiyofitimiz emasmi? He? Meni oq kesal deb kim deydi? Qo'ling qarag'ana. Voy xudoyim! Nimandaq sattir bu? Terangdan bekrak, iching qo'tir nima ekansa. Sen toz qoldingmi meni zongli qilmagan? Oq keslarni yo'qib qilishdan qo'rqmagan bo'lsam, o'lgudek dumbalaytim seni. Yiroq turayaptaz. Sana kim yaqin kelibdi? Alyora. Güzel xotinim. Kim sening xotining ka? Mening erim oq kesal emas. Erim Azrani ko'rdinglarmi? Azrani izlavatam siz? He, qop-qora, uzun chochliq. Shundoq kelishgan odam. Ko'ngilni yerim qilib qo'ygan bo'lsam, kechirsizlar. Yuring abatiye. Ellerimizni başqa yerdan izlab baqayli. Farishta 3-chi kishining yeniga bir a'mo surtida kelibdi. To'xtasizlar, oldilarda ustan bor. Men miskin bir musofir. Hammamiz miskin. Bu dunyoga hammamiz musofir tag'a. Hayron qolmasizlar, men misildek a'mo edim. Ko'zingni asli keltirib bergan Allohning haqqi uchun menga bir qo'y bergan bo'lsa, bo'lamdi. Bu mallar Allohning meli. Xohlaganlarini asla, xohlamaganlarini qo'yib qo'ysizlar. Men Xudo haqqi uchun oldigan narsani bermay, sizni qiyin ahvolda qo'yib qo'ymayman. Mening o'zingni qolsin, Alloh sendan rozi bo'ldi. Ikki hamroyingga Alloh g'azab qildi. بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. Nima degan ta'sirli hikoya? Ilgirki nomrodlikdan xijil bo'lmagan saxovatli odam qutulib qoldi. Endi tushundim ata. Boyliqmi, namratlikqa o'xshash og'ir imtihon ekan. Shundaqmi ata? To'g'ri dedingiz qizim. Boyliq imtihondan faqat mol dunyoning sadiqi bilan ko'payib, bexillik bilan kemaydiganligini bilgan odamlar o'talaydi ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalam mundaq degan: kishilarga har kuni osmondan ikki farishta tushib, ularning biri: "Ey Alloh, saxiy odamga uning xayri ehson qilib berganining o'rnini to'ldirib bergin" deydi. Yana biri: "Ey Alloh, bexilning melini tiribsan qilib atgin" deydi. Allohning payg'ambari rost aytadi.
bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ak köngüllerni kürür Yığazar birle kudur Yum tüker göz yaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz acayip Kur'an'da var hakiki İslam Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eylem bendiniz Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuyun sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz kilip büyük uçar Ağlar yer başını